Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Endi Rossiyaga kiruvchi migrantlar uchun RUID ilovasidan ro'yxatdan o'tish majburiy emas. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Shuni aytish lozimki, RUID ilovasi ro'yxatdan o'tish ixtiyoriy. Rossiyada vizasiz keluvchi chet el fuqarolari uchun 2025-yil 30-iyundan 2026-yil 30-iyungacha RUID mobil ilovasi orqali elektron ro'yxatdan o'tish tartibi tajriba tariqasida joriy etilmoqda. Ushbu yangilik asosan MDH mamlakatlari va boshqa vizasiz tartibda keluvchi davlatlar fuqarolariga taalluqli. Rossiya tomoni ma'lum qilishicha, ushbu arizani to'ldirish ixtiyoriy hisoblanadi. Agar siz ilova orqali ro'yxatdan o'tmasangiz, bu holat chegara nazoratiga ta'sir qilmaydi va Rossiyaga kirishni rad etish uchun asos bo'lmaydi. RUID orqali ro'yxatdan o'tgan fuqarolar uchun quyidagi imtiyozlarga ega bo'ladilar. Ichki ishlar tomonidan taqiqlar bor-yo'qligi haqida oldindan bilish, raqamli shaxsiy profil yaratish va raqamli shaxsiy profil orqali davlat xizmatlaridan foydalanish, jumladan DMS sug'urtasi, aloqa shartnomasini tuzish, SIM karta sotib olish uchun zarur bo'lgan SNIS avtomatik tarzda rasmiylashtiriladi. Putin Mirziyoyev bilan Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Minskdagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi sammiti doirasida uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikning joriy holati hamda istiqbollari haqida muhokama qilingan. Rossiya oqlariga ko'ra, ikki mamlakat rahbarlari Ukrainadagi vaziyatni ham muhokama qilgan. Eslatib o'tamiz, 26-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Belarus Respublikasi borgandi. Mirziyoyev 27-iyun kuni esa Belarusning Minsk shahrida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi huzuridagi kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etdi. O'zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining chegara bilmaydigan ish platformasiga qo'shiladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi kengashi yig'ilishida aytdi. Bu platforma ish qidirishni osonlashtiradi. Unda ittifoqqa a'zo davlatlardagi barcha bo'sh ish o'rinlarini ko'rish va o'ziga mosini oldindan topish mumkin. Va ushbu yig'ilishda Lukashenko Mirziyoyevga biz sizni ittifoqimizning to'liq a'zosi sifatida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqida doimiy kutamiz. Bundan xursand bo'lamiz dedi. Minskda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi Oliy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Shavkat Mirziyoyev ham unda ishtirok etdi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya kiradi. O'zbekiston esa bu tashkilotda kuzatuvchi davlat. Sankt-Peterburg shahridagi kuryerlar uchun ma'lumot. Shahardagi moped va samokatda harakatlanadigan kuryerlarga 1-iyuldan boshlab trotuar bo'ylab 10 kilometrdan ziyod harakatlanish taqiqlanadi. Kuryerlar tez harakatlanmayotganini nazorat qilish uchun maxsus elektron qurilmalar o'rnatiladi. Bundan tashqari, 15-iyuldan kuryerlar ularning joyini aniqlash uchun elektron trekkerga ega bo'lishi shart. Libosi, sumkasi va transportida identifikatsion raqami bo'lishi kerak. Kuryerlar o'zining kiyinishi va tashqi ko'rinishiga qo'yilgan talablarga amal qilishi shart. Ya'ni toza ozoda bo'lishi kerak, deyiladi xabarda. Surgutda so'nggi kunlarda qurilish maydonlari va masjidda muhojirlarga ikkita qarshi katta ko'lamli reyd o'tkazildi. Bu yerga ko'pchilik halol ishlab pul topish uchun kelgan, lekin huquq tartibot idoralari xodimlari yuzlab odamlarni migratsiya bo'limiga olib ketishgan. Avval politsiya Rossiya gvardiyasi ko'magida Neberejniy prospektida to'planib 100 ga yaqin odamni tekshirish uchun olib ketgan. Ularning aksariyatida hujjatlari joyida bo'lgan 4 nafarga migratsiya qonunchiligini buzgani uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Ikkinchi reyd musulmonlar masjidi va
shaharga yaqin atrofdagi qurilish obyektlarida bo'lib o'tdi. Yuzlab muhojirlar, quruvchilar, haydovchilar, shunchaki o'tkinchilar tekshirildi. Mashinalarning oynalari GOSTga mos kelmaydigan, qoraytirilgan yoki qoidalarni buzgan holda to'xtaganlar ham jazosini oldi. Politsiya bilan bahslashgan 3 nafar haydovchiga ham protokol to'ldirilgan.